Ondan tozliq uyga yana qaytib kirib, uning ikki qo'lini, ikki putini, beshini pam bilan uygurlardan ajratib kesdi. Albatta, uning uchun burun umoq, hozir yirginishlik bo'lib qolgan hamma narsani kesib axlatchiligiga tashlab o'tishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo u keyingi mezgilda o'zidan aygan o narsalarni axlatchiligiga tashlab o'tishga ko'ngli unmay, uni yanala Komilning qo'rsqidan chiqib qolgan bo'g'moq uchiga tengib qo'ydi. Qaramaqa u qiyzig'ila o'xshab qolgan edi. Gulxon yana uning kallasini yoniki uyga ep chiqib, boyli qaynitib tayyor qilib qo'ygan oqsuyga chilab, chiroyli gips modeliga aylantirdi. Hamda o'zicha Beethovenning Ayliski taqdim degan muzikasiga tankash qilib, gipsda qotirilgan boshni quchoqlaganicha mehmonxona uyiga chiqib, xo'shallik bilan piqirashga boshladi. U birdan piqirash bilan ishtikli yerib ketdi. Ondan piqirashdan to'xtab, o'zi burundan eng yaxshi ko'radigan bir muzika ahongiga g'ingshib, uning boshqa ayollarning ikki qo'lini, boshqa ayollar bilan usul o'ynagan putini, yana boshqa ayollar bilan uchrashgan badini va taqsidagi boshqa ishga a'zolarini mehri bilan sildi. Komilning badanlari asosan parchalanib bo'ldi. U parchalash jarayonida uvilib chechirib ketgan go'shtning uvoqlarini oldirmay terib, cho'ng qozonga to'kib dumladi. Ondan qozonga bir muncha dori darmaklarni silib, o'choqning o'tini ulg'aytib qo'yib, parchalangan jasadni tozliq uyining bir bo'longa dövlab, ustiga eski tusgan narsalarni ortib qo'ydi. Ondan keyin choydandagi qaynoq suvni kir yuvish tesiga to'kib, uni sovuq suv bilan elmon qilib tangshab, badandagi qon yuqi va boshqa maynatchilikni oldirmay yuyib tozalashga boshladi. Uzun o'tmay tong aytib, quyosh o'zining haroratli illiq nurini zaminga chechib, atrofni yup-yuri qilibdi. Quyosh nuri uy ichidagi har bir bulung-puchqoqlarda jilvinishga boshlaganda, Gulxonmu yuyib tarinib, noshliq tayyorladi. Ondan bolasini uyg'otib, uninga eng oxirgi bir piyola go'rishni qaynatib, shov go'rish tayyorlab yegizdi. U qozondagi sho'rpidan bolaga ichirishni o'yildi-yu, ammo bu narsidi bolasiga bundoq razil odamning sho'rpisini ichirishdan yoltaydi. Chunki u nimil degan bilan o'zining bag'rini yerib chiqqan yurak borisida. Gulxon o'zi va bolasining qo'rsqini to'yg'izib bo'lib, endi bu uydan ketmak bo'lib, narsalarni yig'ishtirdi. Ayol o'tmay qozondagi narsalarning hammasi pishib bo'ldi. Onun ustiga qozondan tarqalgan bu mezilik puroq butun uyni bir og'an. Hatto sirtqimi taralgan edi. Ey buzuq! Eringni yo'lga sep qo'yib, atdeganda ishtipoq yemasda o'g'irliq sho'rpa qaynitib ichdingmi dexe? Vup bag'ri tash chupranda. Voy kelgunda rasva! Biletdim sening ishchaning mushundaq yomonligini. Sirtdan o'randa ko'krab kirib kelgan qiynonisining so'ydan o'tkidek sisiq yepidan cho'chigan Gulxon bu xotinning qachonlarda darvozani qandoq ichib, uyga qandoq kirganligini to'ymay qolgan edi. Uning yanida o'gay o'g'li Kavsar ko'zini maysolgan choydek paqirtib turadi. Gulxon uning uchinchi kuyingan, o'z bolasidek yaxshi muomala qilib kelgan bo'lsa-mu, keyingi kunlarda bu bolaning aqli gajgisiga o'tib qilib, ha deganda yolg'on yovdoq gaplarni qilib, Gulxon onam meni tilidi, meni urdi, tomoq bermay osh qo'ydi deganda yolg'on gaplar bilan Gulxonni ahonatga qo'yib, osh berganga mush bergan, Gulxonning murayini qaytirib, uning bilan kar bo'lmas qilib qo'ygan edi. Atdiganda tushingiz buzilib qoldimi yoki g'oljir ishning go'shini yeb soldingizmi? Nima itpoq yemasda uyga kirmayli chalvoq qaysiz? Komilning nagi lolmili qilg'ili ketganligini siz bilmisiniz? Men nadim bilay. Yani shu qimorxonaga yoki qaysi bir buzuqning qashig'i ketganda, o'zgaga yaray, o'z ketga yaray deb xolis keladi, xolimisi yo'q. O'tirdigan o'tirib, cho'ntikini qurg'ultib, odam sikatini yo'qtib, anda sizga o'xshash bezmarga mushukdek bu uyga timsiqlab keladi. Bu uy uning uchun hozir o'tang bo'lib qoldi, o'tang. Siz bir ona turib, balangizga ishkiz nasihat qilishning o'rniga menga doim zahringizni chachsiz, mush ko'tarib chiqishga tayyorlab tursiz. Sizning naringizni bir ona degili bo'lsin, ha? O't, ravanda dopshoq. Ajab tiling chiqib qopdi sening, ha? Ering uyga kelmaganlarda buzuqchilik qilib, tiningni setib topgan pulingga mushunda o'g'irlik sho'rpa qaynitib ichsang, amsa seni voy xinim deb taqdim ishiq ib qo'ysam, chekamga gul qilib qistirib olsam bo'lamdi. Komiljon balam burun maydisida erkak tuki bor, ravrus bir yigit edi. Yigit!
Ne kunda sendek ota-onasining yurt makonning tayini yo'q abdal chaplandi bilan to'y qildi. Shuningdan boshlab nasbasdi o'g'limni. Yana tek sendegichi men davalay deb menga o'tat-potat degidek bo'ldingmi? O'g'limni sen yo'ldan chiqarding. O'g'limning mushundaq bo'lib qolishiga sen buzuq sababchi. Zuvoningizni yig'ing. Men to'y qilg'ili 4 yildan ashibdi. Mushkamgacha sizning uyingizning bu so'g'isini ko'rib baqdimmi? Bir piyoli chayingizni ichib, bir burda neningizni yeb baqdimmi? Ana bola ishkimiz ashyalang'ach qolganda sizga bir yig'iz tinib yordam so'rab baqdimmi? Atvorliq o'g'lingizga sizni chiqishtirib baqdimmi? Menda qanday xatolik bor, a? Xatolik bor deyilsa, shu atalmış nasl qurg'ur muhabbatning kayniga kirib, xatolik bor deyilsa, shu atalmış nasl qurg'ur muhabbatning kayniga kirib, o'g'lingiz degan qizil ko'z bilan o'qishmay to'y qilib qolganlar yerim bor. Asli bugun sizni o'z qo'lim bilan mehmon qilib, ondan siz bilan chiroyli xo'shlashay deb o'ylagan. Biroq sizning uyingizning nadiligini, darajasining qaysi tarafga keladiganligini, yaningizda yoki uyingizda telefon bayoqliqni bilmagashga, atdigandili sho'rib silib buzilib va qaynonamni saqlab o'tirgan. Elimi ta'lim ekan, o'zlari qadam bosib qollar. Shunga chek basmagan gapni qilib to'liq qaqshab ko'tildimay, qana safaga kelsizlar. O'z qo'lim bilan pishirgan sho'rpidan eg'iz tegib, putqulingizga mag'dir kirgizib, ondan to'tildisizlar. Avval taam, ondan kalam deb ekan. Voy o'zing ishcha undaq mayna cho'rpangni. Qoqsa harda aqlimni bulg'ay deganmiyding? Kim biladi o? Qaysi o'lik eshakning tapini tepib kelib qaynatganingni? Mayli o'lik eshakning tapi bulamda yoki lalmikning tapi bulamda nemili bo'lsa yeydigan narsadan unda qusur topmang. Avval tetib beqing. Tilingizga tetimsa ondan yuzimga chachamsiz nima qilsangiz mayli. Kavsarning qag'ishti qilishi bilan Turaxon Gulxonga satbirni olib qo'yib, og'zini metildatib, bir nimlan deginicha sapoqqa kelib o'ltirdi. Aslidami uning uy ichini bir og'an sho'rpining hidini purash bilan og'ziga seriq suv kelib, sho'lgaylari eqib ketayotgan. Qo'rsqi nog'ir chelib ko'kirib ketayotgan bo'lsa-mu, ammo otdan tushsa-mu o'zangidan tushmay, o'zini cho'ng tutib turgan edi. Navrisining bu gapi bilan u ortiq gap qilmayla sapoqqa kelib o'ltirdi. Gulxon qaynonasiga tuydirmasdan miyiqida kulib qo'yib, bolasi Kamranni yotoq uyga akirib yotqizib qo'ygandan keyin asta oshxona qilingan uyga qaytib chiqib, ishkichiniga liqqida sho'rp usib, sopada talmirib o'ltirgan u ishkisining oldiga qo'ydi. Qani sig'ir ichinglar, men necha kundan beri malaydek ishlab topgan pulimga usta qo'shqadan birini sotib olib, oqshomdan beri parchalab, atdiganda tong atmasda o'rnimdan turib pishirishga boshlagan. Bay Kamran qo'sqim ochdi degashga men uning bilan birga o'tirib qo'rsqimni to'yg'izibman. Men qarmay ichib-beringlar. Dedi Gulxon amalba chiroyli jiddiylikni chandırib qo'ymaslikka tirishib. Ko'ngilda bo'lsa, o'zining odamni qilmaydigan bu hayvonda qiliqidan nafratlanyapsimi, ammo bu xotinning o'ziga qilganlarini o'ylab, moshina qilishga majbur bo'lgan edi. Mana bu o'z go'shini o'z yig'ida qo'rg'onliqku. Tetidimi, mazlik bo'z ko'prak ishkin. Oshxona uyidagi qozonda yana bir mo'nchi bor, ishkanlarga yetib oshidi. Anglasam dadang bak yiroq ketibdimish. Shunga dadangga pishirib berilgan go'shni obdan parchalab ep qo'ydim. Kelgan chaqda ondan ayrim pishirib beraman. Sen dadangning g'amini yemay, qachondagi sho'rpaqni ich. To'ymisanchi qara, bugun rosa to'yg'ichi berman sana. Gulxon chiroyiga zo'mzo kulki yugurtib, xo'jal holda kulib turib dedi. Gulxon birisi qara deganda qilib, ishtikli beshini ko'tarib qardi. Odatda onunğa nəştərdək tikilib qaraydigan bu iflas, munafiq, azazul qaynana yırtıq palazning töşkidək gözünü Gulxonga çəkçəyitib qarab qalğan idi. Gulxon onun çəkçiyib qarashlarga pisand qilmay, çəksiz xoşalliq bilan bu dal vaqtida kelgan mehmonni qizg'inlik bilan sho'rpaga taklif qildi. Voy, bugun kunlardan chiqdi, ha? Nimandaq sattalatingizga kulgi yugurtib, ijarab xushalib ketdingiz? O'g'lim bilan atlashib qoldingizmi yoki o'g'lim sizga jiq pul berdimi? Qanaq gap bu, tatliqana? Burun men go'daklik qilib, kichik bolada qiliqlarni qilib sizlarni ranjitib qo'yibdiman. Sizlar bilinglar, biz yangi to'y qilganda Kamranjon bilan shunday yaxshi o'tgan. Keyin o'zimning nodonligidan Kamiljonni sizni ranjitib, o'zimga o'zim ish qilib qo'yibdiman. Endi o'ylab baqsam, mening bu yoq yurtda sizlardan boshqa nimam bor? O'ladigan jonga o'zimni xar qilgucha kuchimni xar qilib, bundan keyin hammalarni rozi qilishga tirishaman. Qani, tamoqqa baqsalar, sovib qolsa ta'mi ketadi. Turaxon bir ko'zni qochiga, yana bir ko'zni Gulxonga tikinicha shiradagi qochini qo'liga elib, sho'rpidan bir yig'iz o'tlab qo'yib, birdam o'tirib ketdi. Ondan yana og'zini tamshlab turib, yana bir ikki qitim o'tlagandan keyin chiroyiga so'z kulki yugurtib, og'ziga tegmay so'zlab ketdi.
onun bayıqı satalatidan asarmi qolmagan edi. Pah. Nemi deganmizlik? Kevsermi bir nimening ta'min etishini biladi ekan-jumi? Men azaldan bundaq mizlik sho'rpini ichib baqmabdi ekanman. Qandoq pishirdingiz buni? Tetiqalı boz köprak içim. Şu burun apam etkenini körüp alğan, şu bu iç qayıntıp baktım. Qani tetiqan boz tatılmaysizlar. Turaxon sho'rpini bir tarafdan maqtab, yana bir tarafdan ishtaha bilan ichishga boshladi. Gulxon miyig'ida kulib turib dedi: Ana asraq iching, qozonda yana bor. Rahmat. Nima degan mizlik sho'rpa bu? U shundoq degunicha bir qach sho'rpini birdamla sumirib ichib bo'ldi. Gulxon uning og'zining qiziq sho'rpida kuyib qolganiga hayron qoldi. Kamiljon balam bo'lgan bo'lsa-mu, darqamda o'ltirib billa ichakanmiz. Uzadi naketdi. Akşam bana men endi birer ticaretinin peşini tutay. Anam bilen sizni bundan gurbetçilikte koymusamı boğudak dep birer yüzdek bıçakını elip bek yırak bir yege bıçak sodusu qığıl ketdi. Negi bardıqalıqını sorsam cık gep qılma dep koyup gitip kaldı o. Negi bardıqalıqını bilmedim. Şu bek yırak çaymış anlasam. Gulxonning qiynonisi adab qo'yib, beshini bo'shlanishtirib qo'yib, ozroq turib elib, yana beshini past qilib sho'rpa ichishga boshladi. Turaxon bilan Gulxon mana mushundoq paranglashib turganda, uning o'gay o'g'li tinmay turib, kayni-kaynidan 3 qach sho'rpani ichibdi. Ondan u cho'nglarning qizg'in paranglashayotganligini ko'rib, zuvon surmasdan bir chet qarab o'ltirdi. Uning kichkina qo'rchiqi ko'ni kiyimlar ichida obdanla to'mpiyib qolgan edi. Turaxon 2 qach sho'rpani maqtab turib, birdamdala ichib bo'ldi. Ana yana bir qach keltiraymi? dedi Gulxonni qizg'inlik bilan. Uning qo'lidagi qachini elib, oshxonaga kirib, sho'rpini usib chiqdi. Turaxon darhol o'rnidan turib, rahmat aytayotgan shu paytda uning ko'zi Gulxonning kaynligi bir narsaga tushib qarab turibla qoldi. Ondan qo'rqib ketgandan og'zini yo'g'on ochdi. Gulxon tengirqab kayniga qarab edi. Kevsar qachonlarda uning kayniga o'tib qolgan edi. Nim bo'ldi? Gulxon hayron bo'lib qiynonisidan so'radi. U titirgan holda Kevsarni ko'z tutib turib, u nimani yeyotidi? Gulxon hayronlik bilan kayniga o'rilib qaradi. Aslida o'gay o'g'lining og'zi qip-qizil qonga bo'yalgan bo'lib, uning qo'lida Gulxon javan ustiga tizib qo'ygan eliq qizil olma turadi. Vay mening tatliq aqlliq obdan o'g'lim yaraysan, hammani pap-pakiz yebat. Gulxon alayda mehribonlik bilan uningga qarab, ondan oshxonaga kirib bir qach qiziq sho'rpini usib chiqib, texichi navrisiga qarab, ong-tong bo'lib qarab qolgan qiynonisining beshiga zarb bilan otdi. Qiziq sho'rpa qiynonisining yuziga to'kilish bilan qiynonisi cho'shqidek chig'irab yerga dum tushdi. Sho'rpa uning ko'zini ko'r qilayotgandek qiladi. Kevsar og'zi qanolatda onasining yoniga kelib, chir-chir chig'irab ketdi. Gulxon buning bilan mukar bo'lmay, yerda ingrab yotgan qiynonisining yiqiniga alam bilan bir nechini kuchab dasvatgandan keyin texi dardi chiqmagandek, yerda jon talchib yotgan Turaxonning maydisiga kayni-kaynidan bir nechini dasivitib, zarda bilan dedi. Suyimlik taqdir. Menga nafrat bilan qaraydigan shum ko'zing yo'q bo'ldi. Endi menga zaharlik nazarda qarashingni bir ko'ray. Gulxon gapini dab bo'lib, texicha o'ziga qo'rqimsirab qarab turgan o'gay bolasi bilan mukor bo'lmay, o'zining bolasini ko'targuncha uydan chiqib ketdi. U bu uyga kelin bo'lib kirib, hech qanday quvliq ko'rmadi. Eri o'zining va uning topgan targanlarining hammasini qamarda futurib bo'ldi. Yana texi uning ko'ziga ko'z tutib turib, oshni o'ynab oziqchilik qildi. Uyga bir tiyin akirishning o'rniga ilgirki 2 ayoldan bo'lgan 2 bolani uning beqishiga tashlab berib, o'zi uyga kirmay o'ynab yurdi. Xotin qilsang erga, er qilsa bolaga deb bir chiroyli cho'ng bo'lgan qizi uyda yolg'iz qilib, qo'rqishdan yuragi qiyipidan chiqib ketib o'ldi. Yana bir bolasi mana 4 yoshga kiray deb qolgan bo'lsa-mu, texicha tili ravon emas. O'ngshapmi yo'lman olmaydi. O'z hojatidan chiqishi texi mumkin emas. Qiynonisi Turaxon o'g'liga nasihat qilmoqda yo'q, aksicha uni ko'kka ko'tarib, kelinlarini bosirib berdi. Gulxon buningga qat'iy chidamadi. Toqat qilmadi.
Oxiri u g'arqmas holatda ko'cha xotindan birini uyga boshlab kelib, buzuqchilik qilgan bir oqshimi dard hasratiga poydimay erni 1967 poch qilib parchalab, sho'rpisini qaynonasi bilan o'gay o'g'liga ichirib etib, muhabbatning bo'yin turqidan qutulib, qisosini yetkichi elib bo'lgandan keyin og'riqchan o'g'ilni ko'targuncha Odul soqchi idorasiga qarab yurib ketdi.